Inson organizmidagi eng ko'p yog'dan tashkil topgan organ qaysi bilasizmi? Menimcha hayolingizga ham kelmagan. Agar bu sizga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha tomosha qiling. Inson organizmidagi eng ko'p yog'dan tashkil topgan organ bu bosh miya. Ya'ni bosh miyaning 60-70% yog' to'qimalaridan tashkil topgan. Buning sababi esa miya o'zining xususiyati, himoya xususiyati hamda signallarni tez o'tkazish vazifasini bajaradi. Bosh miya haqidagi ikkinchi qiziq ma'lumot, bosh miya hech qanday og'riq his qilmaydi. Sababi miyamizda hech qanaqangi og'riq his qiluvchi retseptorlar yo'q. Aksincha, bosh og'riq bosh miya orqali emas, miya pardalari, miya qon tomirlari hamda mushaklar orqali biz og'riqni his qilamiz. Miya elektr signallari soatiga 400 km tezlikda bir-biriga impuls orqali ma'lumotlarni uzatadi. Bu ayrim elektrokarlar tezligidan ham yuqori hisoblanadi. Inson bosh miyasi tunda ham uxlamaydi. Sababi kunduzgi xotiralar yoki ma'lumotlarni qayta ishlash, saqlash vazifasi bilan shug'ullanib chiqadi. Ayrim hollarda bosh miya kunduzgidan ham faolroq ishlab chiqadi. Bu videoda miyasini kamishlatadigan do'stingizga jo'natib qo'ying. Ular ham bilsin, miya ko'p ishlasa og'rib olmasligini.